Agar sizni o'g'lingiz shu sanalarda tug'ilgan bo'lsa, demak sizni avlodingizga naslni muhofazasi kelgan. U shunchaki bola emas. Uning missiyasi sizning naslingizdagi karmik tuzilmani o'zgartirish, eski jarohatlarni shifolash va oilangizni yangi kuch va ong darajasiga olib chiqishdir. Bu bolalar ilk yoshlardanoq o'z yoshiga xos bo'lmagan aql va hikmatga ega bo'lishadi. Ular hayotning ma'nosi, ajdodlar va taqdir haqida savollar berishadi. Uydagi muhitga juda sezgir bo'lishadi. Agar oilada kelishmovchilik bo'lsa, ular og'riy boshlaydilar. Ongsiz ravishda ular nasldagi yashirin muammolar va sirlarni yuzaga chiqaradi. Ularning dunyoga kelishi ko'pincha butun oila uchun taqdiriy o'zgarishlar bilan to'g'ri keladi. Undagi o'ziga xoslikni o'chirmang. Bu juda muhim. Sizni qo'llab-quvvatlovingiz u yangidan yaratadigan avlod shoxchasining poydevori hisoblanadi. Sizning o'g'lingiz avlodingizning o'tmishi va kelajagini bog'lovchi ko'prikdir. U shunchaki sizni oilangizga kelgan emas, u aynan siz uchun kelgan. Sizning naslingizni mustahkamlash, shifolash va yuksaltirish uchun kelgan.